Assalomu alaykum. Bugun Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi munosabati bilan she'rxonlik o'tkazamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, kelinglar qizlar. Iltimos shu she'rni o'qib bera olasizmi? Ha, albatta buni yoddan bilaman. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, oltin boshning kalla bo'lgani shudir. Bedil qolib deyman betnini suysa, qora sochning malla bo'lgani shudir. Rahmat. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, dod demoqqa palla bo'lgani shudir. Ma'rifatdan ayru o'ynasa, kulsa, aza chog'i yalla bo'lgani shudir. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, aldangani alla bo'lgani shudir. Yulg'ich aziz bo'lib bilgich xor bo'lsa, qaytavaning salla bo'lgani shudir. El komil bo'lmasa, yurt emas ulug'. Beqadr mahalla bo'lgani shudir. Qalb to'la nur xalqning rizqi ham to'liq, ombor to'la g'alla bo'lgani shudir. O'zbek o'zligini anglasa bekam, uning barakalla bo'lgani shudir. Olamga Navoiy nasliman degan, ovozi baralla bo'lgani shudir.